Olamiz marhamat. Assalomu alaykum. Inomjon Norboyev Xorazmdan bizga keldilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'tiring. Aslini olganda ayni kunlarda siz Toshkentdasiz, malaka oshiryapsiz. Keling, suhbatni mana shundan boshlaymiz. O'tirib oling. Va bilamizki, Inomjon, siz Xorazmdan kelgansiz. Juda ham xushovoz xonandasiz va bugungi kunda Botir Zokirov nomli oliygohda malaka oshirish bilan bandsiz. Keling, shu haqida gaplashamiz. Asli o'zi Xorazm viloyatida ijod qilib faoliyatim Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani 6-sonli bolalar muzika va san'at maktabida faoliyat yuritaman. O'sha yerda san'atsevar yoshlarimizga an'anaviy xonandalik bo'yicha dars berib boraman. Hozirgi kunda shu malaka oshirish nimasidan nima deydi? Shu malaka oshirish safari bilan kelib qoldik Toshkentga. Shu sabab sizlar bilan dezor ko'rishib turibmiz mana. Toshkentda xush ko'rdik. O'quv jarayonlari qanday ketmoqda? O'quv jarayonlari juda zo'r. Ancha yaqinlashib qoldi. Ijodda nima gaplar? Toshkent albatta asli ma'noda non shahri deyiladi. Toshkentda ijodkorlar bemalol ijod qiladi. Siz hozir avvalda bir men hozir shuni aytmoqchi edim. Ijod qiladi. Toshkentga kelgan insonning ijod bir ilhomlari jo'sh uradi-da. Shu o'rinda Toshkent telekanaliga kelgan ijodkorlar ham ilhomi keladi. Qo'shiq aytadi, shoirlar she'r aytadi. Siz bizga bir qo'shiq aytib bering. Birgalikda hozir qo'shiqni eshitaylik va mazza qilaylik demoqchi edim. Nigoraxon shartta qo'shiq dedi. Mana isbot olaroq bitta qo'shiq. Qo'shiq so'rash kerak. Salomat bo'ling. Bizda navbatdagi mehmondan yaxshi bir qo'shiq. Marhamat. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcalıp da aydan rengi ruyuna. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcalıp da aydan rengi ruyuna. Hinalarını koyup lupu koluna, köylümlü dağlara şu kız geledi. Hinalarını yapıp lupu koluna, köylümlü dağlara şu kız geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Tüllü güllü altın kemer belinde, hak sedefli hiva tutar elinde. Şu kız seni bağlı fakat lebinde, lebimni bağlayan şu kız geledi. Şu kız seni bağında, lebimni bağlayan şu kız geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Rahmat. Aferin. Katta rahmat aytamiz. Mana bizda badan tarbiyani ham bajarib oldik. Doim mana shu studiyamizga qo'shiqchilar, xonandalar tashrif buyursa, albatta men Shoxtarani so'rayman, chunki biz raqsga tushsak, tomoshabinlar bizni ko'rib, ular ham raqsga tushadi va ayni daqiqalarda ham ular mana shu xonadonlarda bizni tomosha qilib turib, o'rnlaridan turib raqsga tushdilar. Albatta, ajab emas, ajab biz hech shubha yo'q. Menimcha bizni ko'rib turgan barcha onaxonlarimiz, ayollarimiz mazza qilib raqsga tushdi, kayfiyati ko'tarildi. Buning uchun Inomjon Norboyevga biz minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat aytamiz. 2026-yil ham boshlandi. Yangi rejalar bo'yicha sekin-astalik bilan ketayotgan bo'lsa kerak. Albatta. Xo'sh, yangi yilni qanday kutib oldingiz va 2026-yildagi rejalaringizni boshlashga ulgurdingizmi?
Albatta, mana yangi yilni yaxshi kutib oldik. 2026-yil ham yaxshi omadli keladi degan umiddamiz, Xudo xolasa. Albatta omadli keldi siz uchun. Bilasizmi nimaga? Toshkent telekanalidasiz chunki. Albatta. O'sha rejalarimiz bo'yicha mana yanvar oyidan malaka oshirishga Toshkentga keldik. Xudo xolasa bundan keyin ham ish jarayonimizda o'quvchilarimizni ko'rik tanlovlar bor, tadbirlar bor, o'shalarga tayyorlab hammasini reja qilib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shu yilning yakunida yana bir hisobot beramiz degan niyatimiz bor, Xudo xolasa. Dasturlarda o'quvchilar bilan katta konkurslarda ishtirok etib, ularning yutuqlariga hamnafas bo'lishni istasangiz bevosita qo'shasiz. Malaka oshirish jarayonida nimalar o'rganmoqdasiz? Yangi metodikalar bor mana. San'atga oid bo'lgan, umuman sohangizga oid bo'lgan eng bir ochilmagan qirralarni o'rganishga fursat topilyaptimi? Do'stlar, hamfikrlar. Ha, albatta, baribir. Masalan, 12 ta viloyatdan hamkasblarimiz kelgan, 12 ta ular bilan ilmiy jarayonda malaka almashib, biz o'zimizni fikrimizni aytib, ustozlarimiz ham ancha yaxshi informatsiyalarni berib turishdi. Hozir texnologiyalar bo'yicha nima deymiz, o'zimizga yaxshi ham energiya olyapmiz, ham yangi bilimlarni olib, Xudo xolasa borgandan keyin ish jarayonimizni davom qildiramiz, Xudo xolasa. Energiya. Mana shunday insonlarga to'g'risini aytsam, havasim keladi, tinmasdan izlanadigan, har kuni nimadir o'rganadigan va bilamizki, mana shu o'rganish jarayoniga o'rganib qolsak, ya'ni o'rganishga o'rgansak, har kuni biron bir ma'lumotni o'qimasak, xuddi o'zimizni och qolgandek his qilishni boshlaymiz. Shuning uchun o'rganishni o'rganing azizlar. Va siz ham hozir mana o'rganish jarayonidasiz, aytib o'tganingizdek, malaka oshirish jarayonidasiz va malaka oshirganingizdan keyin tabiiyki borib mana shu metodlarni, ya'ni metodikalarni o'zingiz ham qo'llashni boshlaysiz. Albatta. Nimalarni oldingiz o'zingizga? O'zimga endi hozir ustozlarimiz o'rgatishyapti, yangi mana zamon rivojlanib turibdi, innovatsion ta'lim deyapti, texnologiya deyapti, o'shalarni hozircha o'rganib turibmiz. Endi ishxonaga borgandan keyin yangi innovatsion o'sha ta'limlarni, texnologiyalarni asosida Xudo xolasa dars jarayonini boshlab olsak, bu yog'i o'quvchilarimiz uchun ham, shogirdlarimiz uchun ham ancha yaxshi bo'lib qoladi, Xudo. Keling, hozir mana ustasi keldida, Nodir. Bir qisqagina jonli ijro eshitsak, nima deysiz? Nima ham derdik? Ha deymiz, albatta. Bilasizki, jonli ijroni shinavandasiman. Albatta o'zi buni so'ramoqchi edik. Bo'lib ham mana xorazmlik ijodkor, xorazmliklar jonli aytish bo'yicha eng mahoratli ijodkor ishtirok etiladi. Ayniqsa mana shu Xorazm ohanglari, nolalari. O'z dasturimizda bir necha haftadan beri Xorazmlik mehmonlarchilik bo'lyapti hozir. Shunga mana xorazmcha bir qo'shiq eshitsak, ustozlar ijodidanmi yoki o'zingizni bir muallifiy qo'shiqlaringiz bormi bu borada? Mayli, ustozlarimiz ijodidan bir kublet bo'lsa ham aytib beramiz. Kamoljon Tanazov qo'shig'i Bormaning va hammaga ommalashib ketgan qo'shiq, hamma biladi buni. Qani marhamat. Do'stlar, bir dilbari jonu jahonim bor mening. Avrazi gul qomati sarvi ravonim bor mening. Fırkati deruz şebağı fuğalım var mening. Akim aşuda haluna tavalım var mening. Söz işkide besi dağın halım var mening. Yo, tor bo'lgandagi juda ham zo'r bo'lar edi. O'zi aslini olganda mana bugun mana shu Xorazmdan bizga mehmon keladi deyishganda tor bilan kutgandim, to'g'risi sizni. Yo, tor bilan yoki ko'girma bilan demadingiz. Ko'pincha tor bilan kelishadi-da. Xudo xolasa keyingi safarlarga albatta tor bilan, cho'girmalar bilan. O'zi tor bilan ijod qilasizmi yoki doira bilan ijod qilasizmi deb. Qaysi musiqiy cholg'ularni chalishni bilasiz umuman? Endi bizda Xorazmda shu tor chalib qo'shiq aytmagan, yana akordeon ham chalishadi. Endi o'shani aytmoqchiman-da, endi tor chalib ashula aytmagan san'atkor hofiz deb hisoblamaydi-da. To'g'ri. Endi boshqa instrumentlarga keladigan bo'lsak, doira chalishni bilaman, pianino, dutor, qashqarrebob, fortepiano. Albatta. Qo'ldan kelgancha. Fortepiano. O'quvchilarning asosiy qiziqishi soz o'rganishgami yoki qo'shiq aytishgami? Mana shu qo'l ostingizdagi o'quvchilarni. Endi o'quvchilarimiz baribir televideniya orqali san'atkorlarimizni ko'rib, havas qilib, qo'shiq aytishga qiziqishib kelishadi, lekin
baribir biz ularni shu soz chalishga undaymiz baribir. Biz chunki boya aytdimki, albatta boya aytdimki, bizda soz chalib qo'shiq aytmagan qo'shiqchi san'atkor hisoblanmaydi. Ha. Va odatda san'atkorlar kelganda albatta ulardan repertuarlar haqida so'raganimizda menda shunday bir savol bo'ladiki, repertuaringizda vatan haqida qo'shiq bormi deymizda, lekin sizda bir qo'shig'ingiz bor, bu sizning vataningiz haqida, ya'ni tug'ilib o'sgan makoningiz haqida. Xorazm haqida. Ha, to'g'rirog'i hozir o'zlari ma'lumot beradilar va shu qo'shiq haqida ma'lumot bersangiz va kimlar bilan ushbu qo'shiqni yaratgansiz? Ha, bu qo'shiqqa keladigan bo'lsak, to'g'ri, endi vatan haqida ijod qilmagan san'atkor bo'lmasa kerak. Har kimning o'ziga yarasha nimasi bor, ijodi. Vatan haqida, viloyat haqida, tuman haqida qo'shiqlarni eshitganmiz. Men ham shu o'zimiz yashab o'tgan Tuproqqal'a tumanimiz haqida bir qo'shiq yozishga qaror qildimda, shunga ustozlarimiz bilan birgalikda yozib tayyor qildik. Bunga O'ktam Davletov shoirimiz she'rlarni bastalab berdilar, yozib berdilar. Keyin musiqa sayqalni Temurbek Davletov yozib berdilar. Shular bilan birgalikda ijod qildik. Qo'shiqimiz tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa vaqtsa aytib beramiz. Albatta. Demak, hozir mana shu qo'shiq Tuproqqal'a tayyor bo'lgan. Hamma tomoni bitgan, aranjirovkalar bitgan, matnlari bitgan. Hattoki bugun dasturimizga mana shu qo'shiqni olib kelganlar. Hozir ovoz rejissyorimizdan iltimos qilamiz. Mana shu taronani bizga taqdim etishlarini, sizdan esa ijroni iltimos qilamiz. Tuproqqal'a haqida. Tuproqqal'a qo'shig'i. Marhamat.
Ha, maza qilib raqsga tushdingiz degan umiddamiz va yana bir bor eslatib o'tamiz azizlar. Salom Toshkent, jonli efirni jonli soatlarda tomosha qilyapsiz. Yashang salom. Va biz dasturimizni davom ettiramiz. Qo'shiq juda ham chiroyli chiqqan. Haqiqatdan ham tuproq qolani mana shu tarixi haqida, madaniyati haqida va albatta kayfiyatni ko'taruvchi eng asosiysi raqs bobda, o'zi vatan haqida, o'zi mana shu ona yurt, mahalla haqida, lekin asosiy bir kayfiyatni ko'tarishi bu boshqa bir YouTube albatta. Katta rahmat aytamiz sizga. Repertuaringizda yana bundan tashqari nimalar, qaysi mavzularga ko'proq ahamiyat berasiz? Repertuarimizda shu nasihat qo'shiqlar ham ko'p. Ustozlar qo'shiqlaridan aytamiz, masalan, ustozlarimiz Kamoljon Ataniyozov, Otajon Xudashkurov, Ortiq Otajonov, Rahmatjon Qurbonov ustozlarimizning repertuarlaridan ham joy olgan ijrolar bor. Shu kungacha nechta muallifli qo'shig'ingizni? Shu kungacha endi hozircha bir 3 ta bo'ldi. 4-sini ustida ishlayapmiz hozir. Albatta. Biz muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta bu qo'shiqlar soni juda ham oshsin, yuzlab mualliflik qo'shiqlari yarating. Xudo xolasa kelgusida mana shu ijrolarni mahoratli ijrochisi bo'lib biz bilan yana suhbat qurib, konsertlar berishni ham biz albatta sizga tilakdoshimiz. Ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat aytamiz. Toshkent telekanali sizni xush ko'rdik va mana shu vaqtda Toshkent shahrida oshirayotgan malakangiz yanada ziyoda bo'lsin va mana shu metodikani, mana shu qo'llanmani xorazmlik yoshlarga, yosh avlodi san'atga qiziqqan yoshlarga ham ulashib, ularni ham mana san'at sohasida katta bir yutuqqa erishishida hissangizni qo'shishingiz sizga katta parvozlar tilab qolamiz. Rahmat aytamiz. Va keling Nigoraxon, mana shu soatlarda yana bir qo'shiqni eshitsakda, biz dastur soatlarini davom ettirsak. Ha, marhamat. Demak, bizda yana bir tarona. Gördüm nali gördüm dağday men şu gün renanı gördüm Bağlarda sunanı gördüm Gördüm nali gördüm dağday men şu gün renanı gördüm Kaşları karanı gördüm Karanı gördüm Aşıkların bağrına zerdağday Men şu gün renanı gördüm Kaşları karanı gördüm Gördüm nane gördüm dağday Men şu gün renanı gördüm Bağlarda sunanı gördüm Gördüm nane gördüm dağday Men şu gün renanı gördüm Kaşları karanı gördüm Gördüm dağday men şu gün renanı gördüm Bağlarda sunanı gördüm Gördüm nane gördüm dağday men şu gün renanı gördüm Kaşları karanı gördüm
so'ra